Assalomu alaykum, hurmatli Farg'ona tumani fuqarolari va mehmonlari. Tumanda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish ishlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda davom ettirilmoqda. 2025-yilning sentyabr oyi davomida ham Farg'ona tumanida jinoyatchilikka qarshi kurashish, uning oldini olish yuzasidan bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Hisobot davrida jami qayd etilgan umumiy jinoyatlar soni 454 tani tashkil etadi. Shundan 198 tasi aniqlangan jinoyatlar, 206 tasi esa oldini olishi mumkin bo'lgan jinoyatlar toifasiga kiradi. Sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'ini turlari bo'yicha tahlil qilganimizda qotillik jinoyati 1 ta, badanga og'ir tan jarohati yetkazish 3 ta, o'g'irlik jinoyati 72 ta, firibgarlik jinoyati 20 ta, bezorilik jinoyati 8 ta, oilaviy zo'ravonlik jinoyati 7 ta sodir etilib, ko'p sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Eng achinarli holatlarimizdan biri esa o'tgan 2024-yilning 9 oyi davomida 3 ta uy hayvonlari bilan bog'liq o'g'irlik jinoyatlari sodir etilgan bo'lsa, joriy yilning 9 oyi davomida esa 13 ta sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fuqarolarni bir necha bor ogohlantirilishiga qaramasdan uy hayvonlarini yo'llar va dalalar chetlariga, bog'larni ichlariga qarovsiz holda befarqlik bilan tashlab ketish oqibatida sodir etilishiga yo'l qo'yib kelinmoqda. Misol uchun 2025-yil 3 sentyabr kunidan 4 sentyabr kuniga o'tar kechasi Farg'ona tumani Birdamlik mahalla fuqarolar yig'ini Farovon ko'chasida yashovchi Parpiyev Botir Qahramon Bekzod bog'dorchilik fermer xo'jaligi dala maydonida narxi 16.500.000 so'mlik 3 bosh qo'ylarini qarovsiz qoldirib ketganligi oqibatida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Bu haqda fuqarolarni yana bir bor ogohlantiraman. Uy hayvonlarini qarovsiz joylarga tashlab ketmaslik, o'z mol-mulklarini asrab-avaylash har bir fuqarolik majburiyati hisoblanishini eslatib o'taman. Tuman hududida qayd etilgan firibgarlik jinoyatlari sodir qilinishi usuli bo'yicha tahlil qilinganda, salmoqli qismi internet ijtimoiy tarmoqlari orqali fuqarolarni bank plastik kartalarini, xos raqamlarini berish, avtomashina, uy-joy va yer sottisi ishga kiritib qo'yish bilan bog'liq holda sodir etilmoqda. Shu bois fuqarolarimiz o'z mulkini begona shaxslar qo'liga ishonib topshirmasligini, oldi-berdi munosabatlarini notarial tartibda rasmiylashtirishlarini, o'g'irlik jinoyati qurboniga aylanmasliklari uchun mulklarini xavfsiz joyda saqlanishiga va qimmatbaho buyumlarini jamoat joylarida unutib qoldirmasliklarini so'raymiz. Shuningdek, ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan yo'l transport hodisalari joriy yil 9 oy davomida 49 ta sodir etilib, ushbu yo'l transport hodisalari oqibatida 11 nafar fuqarolar bevaqt vafot etganligi hamda 48 nafar fuqarolar esa turli darajadagi tan jarohati olganligi tashvishli holatdir. Farg'ona tumani hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida keng jamoatchilik bilan hamkorlikda yashil chiroq, diqqat piyoda tadbirlar hamda tungi reydlar amalga oshirib kelinmoqda. Hozirgi kunda o'quv yili boshlanganligi munosabati bilan har bir fuqarolardan farzandlarini maktablarga kelib ketishlarida yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini, maktablarga velosiped, elektroskuter va boshqa transport vositalarini boshqarib kelishiga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolaman. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni barvaqt bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Hurmatli fuqarolar, jinoyat qurboniga aylanib qolmaslik hamda jinoyatlarni oldini olishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.